100 gram erituvchida deymiz. Erituvchi odatda suv bo'ladi. 100 gram erituvchida erigan modda massasi. Erigan modda massasi. Endi mana bu yerda 100 gramga nisbat olganligimiz uchun massani ham birligini gram deymiz mana. Erigan modda massasi shu moddaning ayni haroratdagi eruvchanligi deyiladi. Ayni haroratdagi eruvchanligi deyiladi. Yoki biz buni S bilan belgilaymiz, ya'ni eruvchanlik emas, eruvchanlik koeffitsiyenti deymiz. Eruvchanlik koeffitsiyenti deymiz. Yuz gram erituvchi bo'ladi. Mana shu ma'lum bir haroratda modda erigan bo'ladi. O'sha narsa bizga eruvchanlik koeffitsiyenti hisoblanadi. Yaxshi. Masalan, ma'lum bir tuzning eruvchanligi deydi. Mana 20 gradusdagi eruvchanligi deydi. Mana shu tartibda yozadi. Aytaylik. 25 deydi. 25 deydi. Ma'lum bir qaysidir tuz. Endi biz bilishimiz kerak, mana S yoziladi, bu S eruvchanlik koeffitsiyenti ekanligini bilishimiz kerak. Qavs ichida mana indeksda harorat yoziladi. Demak, bu ayni haroratdagi eruvchanlikni ko'rsatadi. Ya'ni ayni 20 gradusdagi eruvchanlik 25 likni ko'rsatadi. Bu narsa bizga o'zgarishi mumkin agar harorat o'zgarsa. Harorat masalan 10 gradus bo'lishi mumkin. Harorat 50 gradus bo'lishi mumkin. Shunga qarab eruvchanlik koeffitsiyenti ham o'zgarib turadi. Xo'sh. 100 gram suv dedik. 25 gram qaysidir tuz eriydi. Bizga hozir u muhim emas buni. Shunda eritmani massasi qancha bo'ladi? 125 gram bo'ladi. Ayni haroratdagi eritma. Endi biz uni foiz konsentratsiyasini topishimiz mumkin. Demak, 125 gram 100%li. Bu eritmaga taalluqli. 25 gram esa tuz. Qancha bo'ladi deymiz buni. X ni topsak nima bo'ladi? 25 ni 100 ga ko'paytirib 125 ga bo'lamiz buni. Bu bizga 20% bo'ladi. Yaxshi. 20% ekan. Yoki bizda mana formula berilishi mumkin. Formula bo'yicha ketishi mumkin. Ya'ni massa ulushini topishimiz uchun biza S ni S plus 100 ga bo'lamiz. S deganimiz bu eruvchanlik mana. Yaxshi. Demak, 25 ni nechiga bo'lamiz desa, 25 plus 100 ga bo'lamiz. Bu bizga nechi kelib chiqadi mana? 0.2, ya'ni 20% kelib chiqadi. Agar bizga qaysi tuzligi ham aytilgan bo'lsa, yana ham mana natriy ishxor bo'ladigan bo'lsa, aynan tuz emas u, aytaylik, ishxor bo'lishi mumkin. Erigan moddada mana. Va bizga zichligini ham berishi mumkin mana. Zichligi, eritma zichligi 1 gram taqsim millilitr deydi-yu, molyarlikni toping deydi. Shunda foiz va zichligi berilgan bo'lsa, molyarlik qanday topilaydi mana? C foiz ro 10 taqsim molekulyar massa, ya'ni m r edi, masalan. Xo'sh, foiz 20 kelib chiqdi. Zichligi 1 ko'paytirilgan 10 bo'lingan molekulyar massa 40 ekan. Yaxshi. 20 bilan 40 ni 20 ga bo'ladigan bo'lsak, bera 1, bera 2 qoladi. 5 molyarli degani kelib chiqdi. Demak, biza eruvchanlik koeffitsiyenti orqali foiz konsentratsiyani topishimiz mumkin ekanmi? Foiz konsentratsiya orqali agar zichlik berilganda yana nimani topsak bo'lar ekan? Molyar konsentratsiyani topsak bo'lar ekan. Mana shu orqali mana ikkita narsani topib oldik. Demak, mana bu masalada mana natriy sulfatning eruvchanligi 100 ga teng bo'lsa va zichligi 1.42 bo'lsa, o'sha haroratdagi eritmaning zichligi haqida gap ketyapti bu yerda. Molyar konsentratsiya va foiz konsentratsiyani toping degan mana oddiy savollar kelishi mumkin. Demak, birinchi
foiz konsentratsiya topiladi. Yaxshi. Birinchi foiz konsentratsiya. C foiz tenglik. Xo'sh, massa ulush tenglik deylik yaxshisi. Mana massa ulush tenglik S taqsim S plus 100. Beruvchanligi necha ekan? 100 yana 100 gram suv. Qancha bo'ladi? 0.5. 0.5 deganimiz bu 50% bo'ladi. Yaxshi. Biza foiz konsentratsiyani topdik. Endi nimani topish kerak? Molyar konsentratsiya. Demak, bizda mana tayyor formula bor o'zi, Formula bor. Foiz konsentratsiya o'rniga necha qo'yamiz? 50. Rho ni joyiga 1 ko'paytirilgan 10 bo'lingan 1/42. Yaxshi. Endi e'tibor beramiz mana. Mana bu 50 ni 5 qilib olaman. Shunda bitta 0 o'tadi, bu 14/2 bo'ladi. Mana buni 10 ni bitta 0 bilan bu 1/42. Mana bu yerdagi bitta 0, 50 dagi bitta 0, ikkita 0 buni 1/42 qilib yoradi. Demak, 1/42 bo'ladi. Bo'lingan 1/42 bo'lib qisqarib ketadi. Demak, 5 molyarli qoldi mana. Molyarlik ham topildi. Demak, foiz konsentratsiyasi topildi. Albatta, ana shu yerda teskarisi ham berilishi mumkin ekan. Qaranglar-da mana. Molyarligi berilsa agar, molyarligi berilsa va zichligi va foizi ham berilsa, biz nimani topishimiz mumkin masalan. Foizi berilmaydi, molyarlik va zichlik beriladi. Biz foizni topib, foizdan eruvchanlik koeffitsiyentiga o'ta olishimiz mumkin ekan, teskarisini. Demak, noma'lum tuz eritmasining molyar konsentratsiyasi bor. Xo'sh, molyar konsentratsiyasi bor, zichligi mana 1 deyilgan, foiz konsentratsiyasi bor. Qaysi tuz bo'lishi mumkin degan savol qo'yilgan ekan. Yaxshi. Xo'sh, endi bizaga ma'lum bo'lgan formula mana C foiz tenglik molyarlik ko'paytirilgan molekulyar massa rho ko'paytirilgan o'nida. Shu yerda mana molekulyar massani topsak nima bo'ladi? C foiz rho 10 taqsim Cm bo'ladi mana. Demak, foiz konsentratsiyani joyiga 20 yozamiz. Rho 1 ko'paytirilgan 10 molyarlik 1. Demak, bu 200 bo'ldi. Demak, bu kalsiy bramid bo'lishi mumkin masalan. Mana. Kalsiy bramid bo'lishi mumkin. Shunda molyar nimasi? Molyar massasi 200 bo'ladi. Yoki bizaga shu yerda eruvchanlikni toping ham deyishi mumkin. Eruvchanlikni topamiz. Ya'ni nimasi berilganda eruvchanlik topamiz? Bizaga qo'shilib foizini o'zi kifoya. Foizi berilgan bo'lsa bo'ldi. Eruvchanlik topishimiz mumkin. 20% degan nima degani desa, bu 100 gram eritma bo'lsa, 100 gram eritma bo'lsa, shuni 20 grami tuz degani. Demak, ayirib tashlasak 80 grami suv bo'ladi. Yaxshi. Endi eruvchanlikni hozir aytib o'tdik. Bu 100 gram suvga nisbatan olinadi. Qancha tuz erishini bildiradi mana. Demak, bu yerdan S ni topmoqchi bo'lsak, 100 ni ko'paytiramiz 20 ga, bo'lamiz 80 ga. 25 bo'ldi. Demak, eruvchanligi 25. Mana keyingi masalada kalsiy bramid eritmasi zichligi 2 deyilgan. Molyar konsentratsiyasi esa mana 1 bo'lsa, foiz konsentratsiya bilan eruvchanlik so'ralgan ekan. Yaxshi. Birinchi navbatda foiz konsentratsiyani topish kerak. C foiz tenglik molyarlik ko'paytirilgan molekulyar massa rho ko'paytirilgan o'nida. Yaxshi. Molyarlik necha ekan? Qaraymiz. Molyarligi 1. Foiz molekulyar massa qaysi modda mana? Kalsiy bramid 200. Demak, zichligi necha ekan mana? 2 ko'paytirilgan 10 bo'ladi. Demak, bu bizaga 200 ni bo'lamiz 20 ga 10 ekan. 10% degan xulosa kelib chiqdi. Yaxshi. Bu nima degani?
10% degani 100 gram eritma bo'lsa, shuni 90 grami suv, 10 grami tuz deganida. Chunki bizga 10% deyapti, 100 gram eritmaga nisbatan olamiz. Eruvchanlik doim 100 gram suvga nisbatan olamiz buni. 100 gramga qancha bo'ladi deymiz, S topamiz. Demak, 100 ni ko'paytiramiz. 10 ga bo'lamiz 90 ga ekan. Mana. Xo'sh, 100 ko'paytirilgan 10 bo'lingan 90 bo'ldi. Demak, necha bo'ladi bu? 11 butun 11 bo'ldi. Yoki formula bor edi mana. Omega tenglik S plus S taqsim S plus 100 edi. Demak, omegani joyiga to'g'ri. Omegani joyiga necha qo'yamiz? 0,1 mi? 0,1 tenglik X taqsim X plus 100 bo'ladi. 0,1 X qo'shilgan 10 tenglik X bo'ladi. 0,9 X tenglik 10 bo'ladi mana. Demak, 10 ni bo'lamiz 0,9 ga. 11,1 kelib chiqdi, yaxshi. Mana shu 11,1 ham bizga eruvchanlik degani baribir. Bu degani 100 gram suvda 11,1 gram shu tuzdan ayni shu haroratda eriydi degani. Boshqa haroratda emas. O'sha berilgan harorat, bu yerda harorat berilmagan, ayni harorat deb ketaverasizlar. Qaysidir haroratni aytibdi bu yerda. Demak, agar eritma yuqori haroratdan past haroratga tushirilsa, eruvchanlikka mos ravishda tuz cho'kmaga tushadi. Ana shunga doir masalalar ham bo'lishi mumkin. Masalan, mana bu masala. Kumush nitratni 70 gradusdagi tuyungan eritmasi 20 gradusgacha sovutilganda 30 gram tuz cho'kmaga tushgan bo'lsa, ushbu tuyungan eritmani tayyorlash uchun zarur kumush nitrat va suvning massasini toping degan ekan. Yaxshi. Xo'sh, mana shu masala. Demak, ayni shu hozirgi qoidaga to'g'ri keladi. Xo'sh, birinchi kumush nitratni 70 gradusdagi tuyungan eritmasi degan. Mana bu yerda S ga e'tibor beramiz. S bu eruvchanlik degani. S eruvchanlik. Demak, 70 gradusdagi eruvchanligi 500 ekan. Demak, 70 gradus deymiz. Mana 70 gradusdagi eruvchanligi 500. Bu degani 500 gram tuz 100 gram suvga eriydi. 100 gram suvga eriydi. Va 600 gram eritmani tashkil etadi mana. Demak, eritma 600 gram bo'ladi. Bu bizga eritma bo'ldi. Xo'sh, endi bizga eruvchanligi endi 20 gradusdagisi bor. 20 gradusdagi eruvchanlik 200 ekan. 200. 100 gram suvga nisbatan olinadi va 300 gram eritma bo'ladi. Agar biza 600 gram 70 gradusdagi tuyungi eritmani olsak, shunda 500 grami tuz bo'ladi, 100 grami suv bo'ladi. Shuni biza 20 gradusgacha sovutadigan bo'lsak, ya'ni 70 gradusdagi eritmani 300 gram eritma qoladi. Ya'ni o'sha suv o'zgarmaydi baribir. 100 gramgacha turaveradi. Endi 500 ni eritmaydi-da, qaynoq suv ko'proq eritadi, sovuq suv kamroq eritadi va bu bizaga 200 grami qoladi. Demak, ayramiz qanchasi cho'kadi? 300 grami cho'kadi. Ana shu ma'lumotlar asosida proporsiya qilamiz. Ya'ni 300 gram cho'kma bo'lsa deymiz, mana 300 gram cho'kma bo'lsa. Xo'sh, 600 gram eritma bo'libdi. Necha gradusdagi eritma bu? 70 gradusdagi eritma bo'libdi va shu eritmani tayyorlashimiz uchun bizga 100 gram suv kerak bo'libdi. 100 gram suv. Xo'sh. 500 gram tuz kerak bo'libdi. Ya'ni qaysi tuz? Kumush nitrat kerak bo'libdi va u sovutilganda 300 gram eritmani hosil qilyapti va 300 gram eritma bu 20 gradusdagi edi va hokazo. Mana shunday davom etib ketaveradi. Bu 20 gradusdagi 300 gram eritmada 100 gram suv bor edi, yana 200 gram
tuz bor edi deb ketaveradi. Bizga qaysi biri berilgan bo'lsa, o'shani bittasi berilgan bo'lsa bo'ldi. Shu orqali proporsiya qilib topsak bo'ladi. Qaraymiz, bizga qaysi berilgan? 30 gram tuz berilgan. 30 gram tuz bo'lganda deyilgan, e'tibor beramiz. Ushbu tuyungi eritmani tayyorlash uchun zarur bo'lgan kumush nitratni mana M bo'ldi bu va suvni massasini toping deyilgan mana. Kumush nitratni mana qaranglar. Demak, 30 ni ko'paytiramiz 500 ga bo'lamiz 300 ga. Virgul bitta surilibdi. 50 gram bo'libdi. Birinchi so'ralgan narsa 10 gram. Mabodo eritma so'ralsa, ikkalasini qo'shib 60 gram deyishimiz mumkin ekan. Yaxshi. Demak, 50 ga 10 degan javob bo'ladi. A javob to'g'ri belgilangan mana. A javob bo'ladi. Keyingi masalada kaliy bramidni 90 gradusdagi tuyungan eritmasi 30 gradusgacha sovitilganda 120 gram tuz cho'kmaga tushgan bo'lsa, ushbu tuyungi eritmani tayyorlash uchun zarur bo'lgan kaliy bramidni va suvni massasini toping degan. Demak, biz e'tibor beramiz birinchi nimaga? Eruvchanliklariga. 90 gradusda, ya'ni baland haroratni birinchi yozishimiz kerak. 90 gradusda eruvchanlik necha ekan? 100 ekan. Yaxshi. Yozamiz mana. 90 gradusdagi eruvchanligi 100 ekan. Demak, necha gram suvga nisbatan olinadi bu? 100 gram suvga nisbatan olinadi va 200 gram eritma bo'ladi. Yaxshi. 30 gradusdagi eruvchanligi necha ekan? 70 ekan. Yana 100 gram suvga nisbatan olinadi va 170 bo'ladi. Demak, 90 dan 30 ga o'tganda 30 gram cho'kma bo'libdi. Ana shu proporsionalni yozib olamiz mana. 30 gram cho'kma bo'lganda deymiz, nima so'ralgan qaraymiz. 90 gradusdagi demak, eritmani tayyorlash uchun zarur bo'lgan tuzni va suvni. Mana 90 gradusdagi eritma tayyorlash uchun zarur bo'lgan tuz ham, suv ham 100 gramdan ekan mana. 100 gramga 100 gram ekan. Bizga cho'kma qancha ekan? 120 necha marta? 4 marta katta bo'libdi. 400 ga demak 400 bo'ladi mana. 400 ga 400 ajob to'g'ri belgilangan mana. Demak, harorati kattasi 120 mi? Eruvchanligi necha degan? 50 degan. Bunisi esa 10. Yaxshi. Demak, yozamiz 50 gradusda eruvchanligi necha ekan? 50 uzr 120 gradusda ekan. 120 gradusdagi eruvchanligi 50 ekan. Bu degani 50 gram tuz, 100 gram suv, 150 gram eritma. 25 gradusdagichi 10 gram tuz, 100 gram suv, 110 gram eritma. Agar biz 120 dan 25 ga o'tkazsak 40 cho'kadi mana. Shu bo'yicha endi biz proporsiya tuzishimiz kerak. Mana 40 gram cho'kma bo'lganda deymiz. Nima so'raldi? Demak, ushbu tuyungi eritmaning massasi 150 va uning tarkibidagi natriy sulfat erigan modda 50. Bizga qancha degan cho'kma? Necha marta farq qilibdi? 5 marta. 150 ni 5 ga ko'paytiramiz. Demak, 750 ga 250 ekan V javob. Mana bu yuqorida ishlagan masalalarimiz bor-ku, o'sha tuz cho'kmaga tushgan holat edi. Ya'ni tuz cho'kmaga tushgan holatda o'sha massa ulushini topishimiz uchun, ya'ni olingan eritmaning massa ulushini topishimiz uchun biz dastlabki eritmaning massasi bo'laydi mana. Dastlabki eritmaning massasi bo'laydi va shu eritma ichidagi nimani massasi bo'laydi mana? Tuzni massasi bo'laydi. Agar tuz cho'kmaga tushgan bo'lsa, biz har ikkalasidan ham tuzni massasini ayrar edik. Hozir biza qilgan ishimiz, garchi biza tenglama qilmadik, proporsiya qildik, lekin mana shu formulaga tushadi biza qilgan ishimiz. Hozir biza bajargan ish mana shu formulaga tushadi. Mana bu yerda mana shu tuzni massasi bu tuz bilan qo'shilib ketmasin deb to'g'ridan to'g'ri buni yozamiz mana. Buni o'chiramiz. Buni eritmani nima deymiz? M1 deymiz, chunki bu dastlabki eritma edi-ku. M1 ko'paytirilgan omega 1 deymiz. Bu degani birinchi eritma massasi ko'paytirilgan birinchi eritmaning massa ulushi edi. Mana shu formulaga
shu masalani hozir ishlangan mana proporsiya yordamida ishlangan masalani shu formulaga qo'yib ishlaymiz. Ana endi e'tibor beringlar. Oxirgi olinishi kerak bo'lgan eritmani massa ulushi bu. Ya'ni biz buni sodda qilib formulada baland haroratda yoki yuqori haroratdagi eritma deymiz mana. Yuqori past harorat ekan. Hosil bo'lgani past harorat mana. Past haroratdagi eritma deymiz. Past harorat. Mana. Xo'sh, mana bu esa yuqori harorat. Endi e'tibor beramiz. Ushbu masalada necha gradusdan necha gradusga sovitilgan e'tibor beramiz mana. 120 gradusdan 25 gradusgacha sovitilgan. Demak, dastlab bizga 120 gradusdagi eritma bo'lgan. To'g'rimi? 120 gradusdagi eritma bo'lgan. Yaxshi. Qancha tuz cho'kmaga tushgan? 200. Yaxshi. Bizga mana bunday bo'lyapti. Xo'sh, 120 gradusdagi eritma bor edi. 25 gradusgacha sovitildi. Demak, olingan eritma qaysi bo'ladi bu yerda hozir? Olingan eritma qaysi bo'ladi? Xo'sh, endi 25 gradusdagi eruvchanligi necha e'tibor beramiz? 10 ekan. Yaxshi, bu degani massa ulushi necha bo'ladi? 10 taqsim 110 bo'ladi massa ulushi. Yaxshi. Dastlabki eritma bormi massasi desa yo'q. Eritma massasi yo'q. Noma'lum. Lekin bizga nima bor? Tuzni massasi bor. Qancha gram ekan tuz? 200 gram ekan. Yaxshi. Xo'sh, eritma massasi bormi? Yo'q, x gram. Eritma necha foizli? Necha foizli? Mana shu 120 gradusdagi eritma necha foizli? Topishimiz mumkinmi? 50 gram eruvchanligi bo'lsa foizga o'tib olamiz. U bizga 33% bo'ladi. 33% bo'ladi mana. Sababi massa ulush topmoqchi bo'lsak, nechaga bo'laydik? S ni S plus 100 ga bo'laydik. 33% bo'ladi, 0.33. Demak, bu 0.333 x bo'ladi mana. Ana shu tenglamani ishlaymiz. X tenglik 750 gram ekan. Yaxshi. Xo'sh, bu mana bu eritma bo'ldi. Ya'ni past harorat emas, baland haroratdagi eritma. Ya'ni 750 gram eritma bo'ldi. Unda erigan modda 3 dan 1 ni tashkil qiladi. Qancha bo'ladi 3 dan 1? 250 grami tuz bo'ladi mana. Demak, masala ishlandi. Mana. Xo'sh, ana endi chiqqan javob bo'yicha buni qo'yib ko'ramiz. E'tibor bering. E'tibor bering. Bizaga demak 750 gram eritma bor ekan, ichida qancha tuzi bor ekan? 250. Ana shu eritma shunday holatda turgan edi. 250 ni 750 ga bo'lsak necha foiz kelib chiqadi? 0.33. 33.3%. Necha gradusdagi edi bu mana? 120 gradusdagi edi, belgilab qo'ydim mana. Demak, bu bizaga 120 gradusdagi eritma bor edi. Ya'ni 250 uning ichiga tuzi bor edi. 750 nima edi? Eritmaydi. Endi tuz cho'kmaga tushdi. Qancha gram cho'kmaga tushdi tuz? 200 gram. E'tibor beramiz. 700 dan ham 200 ni ayiramiz. 250 dan ham 200 ni ayiramiz. 700 dan 200 ni ayirsak, nima qoladi? 750 dan 200 ayirsak, 550 tepagacha 50 qoladi. Yaxshi. Ana endi 50 ni nechiga bo'lamiz? 550 ga bo'lamiz. Mana 50 ni 550 ga bo'lsak, 9.1% qolyapti. Xo'sh, 9.1% qoldi bu oxirgisi. Ya'ni necha gradusdagi bu? 25 gradusdagi. 25 gradusdagi bizga tuyinga eritma qancha bo'ladi? 10 taqsim 110 bo'ladi. Bunda ham baribir necha foiz bo'ldi mana? 9.1% bo'ldi. Mana bu masalani qo'yib ko'rishida teskarisiga. To'g'ri ishladikmi, xato ishladikmi tekshirib ko'ramiz. Demak, mana bu bizga 120 gradusdagi eritma bor edi. 250 taqsim 750, ya'ni 33% bo'lib turuvdi. 200 cho'kmaga tushdi. Ham tuzdan ayiramiz, ham eritmadan ayiramiz. Mana bunday bo'lib qoldi. Bu 9.1% bo'ldi. Agar demak bu kristal gidrat cho'kmaga tushgan holat, agar tuyingan eritma yuqori haroratdan past haroratga tushirilsa va tuz kristal gidrat hosil qiladigan tuz bo'lsa, o'zi bilan birga suvni ham olib cho'kadi. Ya'ni kristal gidrat cho'kadi degani, suvni olib cho'kadi degani. Lekin eritmaning konsentratsiyasi o'zgarmaydi.
Mana bu formulaga tashlab ishlasak bo'ladi mana. Olingan eritma mana massa ulushi tenglik deymiz. M1 eritma minus kristallik gidratning massasi mahrajga bo'ladi, ya'ni eritmadan ayriladi. Kristal gidrat tarkibidagi tuz esa suratdan ayriladi. Ana shu formulaga tushadi. Mana shu formulaga tushadi mana. Kalsiy xloridni 320 gram 40% tuyunga eritmasi bor mana. E'tibor beramiz. Kasr chizig'i chizamiz doim. Kasr chizig'i chizamiz u. Demak, qancha bor edi bizga? 320 gram. Tepaga 320 ko'paytirilgan necha bo'ladi? 0,4 bo'ladi. Ya'ni erigan moddaning massasi bo'ladi. Yaxshi. Ayrilgan deymiz, e'tibor beramiz. Necha gram mahraj, ya'ni kristal gidrat ayrilibdi, qaraymiz mana. 87,6 gram kristal gidrat ayrildi. Yaxshi. Noma'lum x gram tuz cho'kdi. Xo'sh. Necha foizli bo'lib qoldi baribir? 40% bo'lib qoldi baribir. Nimaga desa, chunki bizga e'tibor beringlar, sovutilmagan. Agar sovutilsa, mana yuqori haroratdan past haroratga sovutilsa, past haroratdagi eritma konsentratsiyasi o'zgarmaydi dedik-ku. O'zi umuman olganda sovutilmasa, eritmaning konsentratsiyasi o'zgarmaydi. O'sha haroratdagisi ham o'zgarmaydi. Mana 40% eritma turgan edi, 40% eritma turgan edi. Sovutdik. Demak, qancha bo'lib qoldi bu? Sovutdik-ku, yana qaytib, demak, qanchadir cho'kmaga tushdi. Bu yerda, uzr, kechirasizlar, bu yerda nima ekan? Bu yerda kristal gidrat formulasi so'ralmagan ekan. Sovutilgan degan joy bor ekan-ku. Bu yerda o'sha biza o'ylagan masala ekan, ya'ni foizi so'ralgan ekan. Mana. Chunki bu yerda mana e'tibor qilmamanmi? Xo'sh, sovutilganda 87,6 gram kristal gidrat cho'kmay tushdi. Bu qaysi kristal gidrat, e'tibor beringlar. Kalsiy xlorid 6 mol suv. Yaxshi. Mana shu kalsiy xlorid 6 mol suvning massasi qancha? Degan 87,6 degan, to'g'rimi? 87,6 debdi. Yaxshi. Proporsiya qilamiz endi. Umumiy massasi qancha buning? 219. 219 bo'lganda qancha tuz bo'lyapti buning ichiga? 1,1. Qancha suv? Suv shart emas ekan, ha? Faqat tuzni topsak bo'ldi ekan. 1,1. 87,6 ga qancha bo'ladi deymiz? Mana. 4 marta bo'lyaptimi? 44,4 agar 4 marta bo'lsa. Mana. Demak, e'tibor beringlar. Bir boshdan qaytib tahlil qilamiz mana. M1 eritma 320 gram edi. 320 ning 40% bu dastlabgisi bo'ldi mana. Yaxshi, tuzi bu. Demak, mana shunday bo'lib turgandi. Mana belgilab qo'yamiz buni. Yana ham aniqroq bo'lishi uchun. Mana belgilab qo'yamiz. Mana shu bizaga mana shu sariqqa belgilaganimiz bu dastlabki eritmani nimasi? Yuqoriroq haroratdagi eritma. Masalan, harorat berilmagan o'zi. Masalan, 80 gradus deymiz, masalan. Buni sovutdik. Sovutgandan keyin o'sha eritmaning harorati nima bo'ladi sal? Pasayadi. Eritmaning harorati pasayadi. Demak, sovutgandan keyin kristal gidrat cho'kmaga tushdi va bu mahrajdan kristal gidrat ayriladi, tepasidanchi tuz ayriladi. Agar faqat tuzni o'zi bo'lsa, ham pastdan ham tepadan tuz ayriladi. Agar kristal gidrat bo'lsa, eritma massasi, ya'ni pastdan o'sha nima ayriladi? Kristal gidrat, yuqoridan tuz. Ana shuni hisoblaymiz endi. Mana. Xo'sh. 320 ko'paytirilgan 0,4 ayrilgan 44,4 bo'lamiz 320 ayrilgan 87,6 ga. 35,9. Demak, necha foiz? 36 foiz ekan. 36 foiz bo'ldi. Ya'ni C javob bo'ldi. Kalsiy bramidni 80 gram 60% tuyunga eritmasi qizdirildi va unga 20 gram yana kalsiy bramid qo'shildi. So'ngra sovutildi. Oldingi holatga keltirildi. O'sha holat. 42 gram kristal gidrat cho'kmaga tushdi. Demak, bu mana bunday bo'lyapti.
80 gram eritma bor edi. Mana. Va uni ichiga 80 ko'paytirilgan 0,6, ya'ni necha bo'ladi? 48 gram bor edi o'sha tuzi. Mana bunday qilib belgilab qo'yamiz. Bu bizga nima edi? Dastlabki qanaqadir bir harorat. Masalan, o'zimdan yozaman buni 10 gradus deyman, masalan. 10 gradusda turgan nima bor edi? Yaxshi. Endi unga 20 gram kalsiy bramid qo'shibdilar. Hozir aytdik, agar tuz qo'shilsa ham suratga mahrajga qo'shiladi, ayrilsa ham shunday bo'ladi. Endi birinchi yana ham masalan chalkashtirgan, shunchaki chiqar yorildi emas. Birinchi tuz qo'shildi. Mana 10 qo'shildi, tepasiga ham nima bo'ladi? 10 qo'shiladi. Endi qizdirildi. 10'ida 20 yoki 30 gradusgacha qizdirilgan. Chunki tuyunga eritmay qo'ysak erimaydi-da. Keyin yana qayta o'sha olib kelibdilar. Yana qaytib 10 gradusgacha olib kelganlar va 42 gram kristal gidrat cho'kkan. Kristal gidrat qayerdan ayriladi? Mahrajdan. Yuqoridan ham 42 ni ayramizmi? Yo'q. Noma'lum massadagi tuzni ayiramiz. Shundan so'ng necha foizli bo'lib qoldi desak, shundan so'ng 60 foizli bo'lib. Chunki o'sha harorat degan-ku mana. Oldingi holatda keltirildi degan. Mana shu masalani biz ishlaydigan bo'lsak, mana shu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, bizga nima kelib chiqadi? 20 gramdan, to'g'ri bu. Bu 20 gramdan. Mana shu masalani ishlaydigan bo'lsak, kristal gidratdagi tuz kelib chiqadi. Demak, 80 bor edi, 20 tuz qo'shdik, ham tepaga ham pastga qo'shildi, yaxshi. Undan keyin 42 kristal gidrat cho'kdi, faqat pastdan ayriladi, tepadan esa noma'lum tuz. Ya'ni u 40 bo'lishi mumkin, 30 bo'lishi mumkin, 10 bo'lishi mumkin. Qisqasi 42 dan mayda son bo'ladi. Kichkina son bo'ladi. Xo'sh, endi shuni ishlaymiz. Demak, 80 ga 20 ni qo'shamiz. 100, 100 dan 42 ni ayiramiz. 58 ekan, yaxshi. 58 ni ko'paytiramiz 58 ni ko'paytiramiz 0,6 ga. Demak, 34,8 tenglik deymiz. 80 ni ko'paytiramiz 0,6 ga edi. 48 edi, qo'shilgan 20 oltmish minus x edi, yaxshi. Demak, 34,8 ayiramiz buni. X tenglik necha ekan? 33,2 ekan, yaxshi. Endi bizga nima ma'lum bo'ldi desa, bizga kalsiy brom 2 ko'paytirilgan n mol suv cho'kkan. Buning ichiga qanchadir kalsiy brom bo'lgan va qanchadir suv bo'lgan. Kristal gidrat massasi masalan shartda berilgan. 42 gram edi. Tuzni massasi qancha kelib chiqdi bizga? 33,2 kelib chiqdi. Qancha suv bo'ladi endi? 42 dan 33,2 ni ayiramiz. Mana. Demak, 42 ayrilgan 33,2. 8,8 bo'ladi. Xo'sh, kalsiy bramid molar massasi necha edi? 200 ga qancha desak, suvning massasi kelib chiqadi mana. Demak, 8,8 ko'paytirilgan 200 bo'lingan 33,2. 53 chiqdi, 54 bo'lish kerak edi. Mana 54. Yaxshi. Endi necha mol suv 54 bo'ladi? 54 ni bo'lamiz 18 ga. 54 bo'lingan 18. Demak, necha mol bo'ladi? 3 mol bo'ladi mana. Xo'sh, demak, formula desa kalsiy bramid ko'paytirilgan 3 mol suv ekan va javob mana. Yoki 2 ga 6 bo'ladi. Demak, natriy sulfatni 60 gram eritmasi bor edi. 60 gram 34 foizli edi. 10 gram qo'shdik. Mana. 35 gram kristal gidrat cho'kdi. Kristal gidratning ichidagi tuz X. Yana qaytib 34% bo'ladi. X tenglik 18,5 ekan. Yaxshi. Demak, natriy sulfat X tami N ta suv masalan. Buning ichiga natriy sulfat X suv mana. Umumiy kristal gidrat 35, tuz 18,5, 16,5. 142 ga qancha? 126 da, hay. 126. Demak, 126 ni bo'lamiz 18 ga. 7 bo'ldi. V javob ekan mana. Ishqoriy metal xloridning 80 gradusdagi 645 gram tuyungan eritmasi bor ekan.
10 gradusgacha sovutilganda ajralib chiqadigan metal xlor 1 mol suv kristal gidrati 264 gram ekan, cho'kmay tushibdi. Eruvchiliklar berilgan, ishqoriy metalni aniqlang. Yaxshi. Birinchi navbatda 80 gradusdagi eritmadagi tuzni topa olamiz mana. 80 gradus yozamiz. 115 gram tuz edi. 100 gram suv. Qo'shamiz 215 gram eritma. Bizga qancha degan? 645 gram eritma qancha tuz bo'ladi? 3 marta farq qilibdi. Demak 345 gram ekan. Yaxshi. Demak 645 gram eritma bor edi. Shuni 345 grami tuz. Shundan 264 gram cho'kma tushgan. Noma'lum x gram tuz. Shundan so'ng nechadir foizi bo'lib qolgan. Ya'ni 72 taqsim 172 bo'lib qolgan. Bu degani mana 72 ni 100 plus 72 ga bo'lamiz degani. Shu yerdan x topish kerak. X tenglik 185,5 ekan. Yaxshi. Demak, metal xlor ko'paytirilgan suvda metal xlor 185,5. Umumiy massa qancha edi? 264 minus 185,5. 78,5. 18 ga qancha deymiz? Molyar massa kelib chiqadi. 185,5 ko'paytirilgan 18 bo'lingan 78,5. 42,5 chiqdi. 42,5. Demak, metal topishimiz uchun 42,5 dan ayiramiz 35,5 ni. Demak, bu 7 bo'ladi. Bu bizaga litr ekan. D javob.